Bugun men pensionerlar uchun juda muhim mavzuni tushuntiraman. 2025 yil oxirigacha nimalarni tekshirib, nimalarni rasmiylashtirib qo'yish kerakki, pensiya puli kechikmasin, to'xtab qolmasin yoki noto'g'ri hisoblanmasin. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensioner ota-onasi bor farzandlarga, nafaqa olayotgan yolg'iz keksalarga va chet elga chiqib kirib yuradigan fuqarolarga bevosita tegishli. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men aytadigan oddiy qadamlar ba'zan bir necha oylik pensiyani saqlab qolishga yordam beradi. Avvallari ko'pchilik pensiya masalasini juda sodda tushunardi. Bir marta pensiya tayinlandi, keyin har oy pul kelaveradi. Odam hujjatlarni alohida tekshirmaydi. Bank kartasining muddatiga qaramaydi. Yashash manzili o'zgarsa ham xabar bermaydi. Chet elga ketganda yoki uzoq muddat boshqa viloyatda yashaganda bu pensiyaga ta'sir qilishi mumkinligini o'ylamaydi. Natijada muammo pul kelmay qolganda bilinadi. Pensiya bir oy kechiksam pensioner uchun bu juda katta zarba. Do'riga pul kerak, kommunal to'lov bor, oziq ovqat bor, qarindoshlardan yordam so'rashni qulay. Hozir vaziyat boshqacha. Davlat organlari, banklar, soliq, FHDYO, migratsiya, mahalla va boshqa tizimlar tobora ko'proq elektron ma'lumotlar orqali ishlayapti. Bu yaxshi tomoni bilan qulay. Ko'p ma'lumotlar avtomatik tekshiriladi, ortiqcha qog'ozbozlik kamayadi. Lekin yomon tomoni shuki, bazadagi bitta xato to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, ism sharif bir joyda boshqa yozilgan, tug'ilgan sana eski hujjatda boshqacha, bank kartasi muddati tugagan, yashash manzili yangilanmagan, ishonchnoma muddati o'tgan yoki pensionerning hayotligi vaqtida tasdiqlanmagan bo'lsa, pensiya kechikishi yoki vaqtincha to'xtashi mumkin. Men bu yerda bitta narsani aniq aytaman. Pensionerning puli o'z-o'zidan yo'qolib ketmaydi. Lekin to'lov kechikishi, qayta hisoblash cho'zilishi, hujjat yetishmagani uchun pulni vaqtida ololmaslik holatlari bo'lishi mumkin. Shuning uchun 2025 yil tugamasdan oldin har bir pensioner o'z pensiya ishini tartibga keltirib qo'yishi kerak. Bu ishni dekabrning oxirgi kunlariga qoldirmaslik kerak. Chunki yil oxirida banklarda ham, pensiya bo'limlarida ham, davlat xizmatlari markazlarida ham murojaatlar ko'payadi. Birinchi navbatda bank kartasi orqali pensiya olayotganlar kartaning amal qilish muddatini tekshirishi kerak. Kartaning old tomonida oy va yil yozilgan bo'ladi. Masalan, 12-25 deb yozilgan bo'lsa, karta 2025 yil dekabr oyigacha amal qiladi. Lekin bu degani dekabrning oxirgi kunigacha bemalol kutish kerak degani emas. Bank tizimida yangi karta chiqarish, eski kartaga bog'langan to'lovlarni yangilash, pensiya keladigan hisobni tekshirish vaqt olishi mumkin. Agar pensioner noyabr yoki dekabrda kartani almashtirishga kech qolsa, keyingi oyning pensiyasi eski hisobga tushib, uni olish qiyinlashishi yoki bankka qayta borishga to'g'ri kelishi mumkin. Masalan, Toshkent viloyatida yashaydigan 68 yoshli pensioner har oy 20 million 200 ming so'm pensiya oladi. Kartasining muddati 2025 yil noyabrda tugaydi. U buni faqat dekabrda dorixonada karta ishlamaganda bilib qoladi. Bankka boradi, navbat kutadi, yangi karta tayyor bo'lishini kutadi. Shu o'rtada pensiya tushadi. Lekin u pulni darhol yecha olmaydi. Qog'ozda pul bor, amalda odam undan foydalana olmaydi. Shu sababli men kartaning muddati 2025 yilda tugaydigan bo'lsa, kamida 2-3 oy oldin bankka borishni tavsiya qilaman. Ikkinchi muhim masala, shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Pensionerda ID karta yoki biometrik pasport ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi kerak. Ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSHR raqami va yashash manzili bazalarida bir xil ko'rinishi lozim. Ayrim keksa insonlarda eski pasportdagi yozuv bilan hozirgi elektron bazadagi yozuv orasida farq bo'lishi mumkin. Masalan, pasportda Oktam deb yozilgan, boshqa hujjatda Oktam deb ketgan. Yoki tug'ilgan sana mehnat daftarchasida 1957 yil 3 mart, pasportda esa 1957 yil 5 mart ko'rsatilgan. Oddiy ko'ringan bunday xatolar pensiyani qayta hisoblashda, stajni tasdiqlashda yoki meros, vasiylik, ishonchnoma masalalarida katta muammo chiqaradi. Uchinchi guruh pensiyasini ishonchnoma orqali olayotganlar. Bu holat ko'pincha yoshi katta, yura olmaydigan, kasal yoki boshqa hududda yashab turgan pensionerlarda uchraydi. Farzandi, nabirasi yoki boshqa ishonchli odam pensiyani olib beradi. Bu yerda eng katta xavf ishonchnoma muddati tugab qolishidir. Ishonchnoma muddat o'tgan bo'lsa, bank ham, boshqa tashkilot ham pul berishga haqli emas. Ba'zan farzand men har oy olib yurardim-ku deb o'ylaydi.
lekin tizim muddatni ko'radi va to'lovni rad etadi. Shuning uchun 2025 yil oxirigacha ishonchnoma muddati qachon tugashini tekshirib, kerak bo'lsa notarius orqali yangilash kerak. 4-guruh chet elga uzoq muddatga ketgan yoki tez chiqib kirib yuradigan pensionerlar. Men bu masalada ayniqsa ehtiyot bo'lishni so'rayman. Agar pensioner O'zbekistonda pensiya olsa, lekin uzoq vaqt boshqa davlatda yashasa, u o'z maqomi, yashash manzili, bank kartasi va to'lov tartibini oldindan aniqlab olish kerak. Har bir holat bir xil emas. Kimdir davolanishga ketadi, kimdir farzandinikida vaqtincha yashaydi, kimdir doimiy yashash uchun ketadi. Bunday vaziyatlarda pensiya bo'limidan yoki mas'ul tashkilotdan yozma yoki rasmiy tushuntirish olish to'g'ri bo'ladi. Telefon orqali eshitilgan gapga tayanib qolish xavfli. 5-guruh ishlayotgan pensionerlar, ayrim pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishini davom ettiradi. Bu yaxshi, lekin daromad, mehnat shartnomasi, staj va ayrim to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri yuritilishi kerak. Ish beruvchi mehnat munosabatini rasmiy ko'rsatmagan bo'lsa, badallar yoki ma'lumotlar to'g'ri aks etmagan bo'lsa, keyinchalik pensiyani qayta hisoblashda muammo paydo bo'ladi. Masalan, pensioner 3 yil ishlagan, lekin ish beruvchi uni to'liq rasmiylashtirmagan. Odam men ishladim-ku deydi, lekin tizimda bu davr ko'rinmasa, isbotlash uchun yana arxiv, buyruq, ish haqi ma'lumotnomasi, mehnat shartnomasi kerak bo'ladi. Agar pensionerning bank kartasi yangi bo'lsa, hujjatlari ID karta bilan tartibga keltirilgan bo'lsa, yashash joyi o'zgarmagan bo'lsa, pensiyani o'zi olib turgan bo'lsa, chet elga uzoq muddat ketmagan bo'lsa va har oy to'lov muntazam kelayotgan bo'lsa, katta xavotirga hojat yo'q. Lekin men baribir yilga kamida bir marta tekshiruv qilishni maslahat beraman. Chunki pensioner uchun eng to'g'ri yo'l muammo chiqqandan keyin yugurish emas. Muammo chiqmasdan oldin hujjatlarni joyiga qo'yishdir. Misol uchun 72 yoshli ayol har oy 20.500.000 so'm pensiya oladi. Kartasi 2028 yilgacha amal qiladi. Pasporti ID kartaga almashtirilgan, yashash joyi doimiy, pensiya o'z vaqtida tushyapti. Bunday odamga har oy pensiya bo'limiga borish shart emas. Lekin u farzandiga kartaning muddatini, hujjatlar joyini, bank SMS xabarnomasini, pensiya daftarchasi yoki tegishli ma'lumotlarni ko'rsatib qo'ysa, favqulodda holatda oila a'zolari adashmaydi. Eng birinchi nozik jihat. Pensioner vafot etgandan keyin ham karta qo'lda turibdi deb pul yechish mumkin emas. Bu juda jiddiy masala. Ba'zi oilalarda pul baribir onamniki edi, dori darmoniga qarz qilgan edik degan niyat bo'lishi mumkin. Lekin vafotdan keyingi to'lovlar meros va dafn puli tartibi alohida ko'rib chiqiladi. Kartadan noqonuniy foydalanish, keyinchalik qaytarish, tushuntirish berish yoki huquqiy muammoga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bunday holatda FHDG orqali o'lim qayd etilgach, tegishli pensiya bo'limi va bank bilan rasmiy tartibda ishlash kerak. Ikkinchi nozik jihat, nafaqa va pensiya bir xil tushuncha emas. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, kompensatsiya va boshqa to'lovlarning shartlari bir-biridan farq qilishi mumkin. Bir odamning qo'shnisiga pul tushgani sizga ham xuddi shunday tushadi degani emas. Masalan, bir pensioner mehnat staji asosida pensiya oladi, boshqasi esa ijtimoiy nafaqa oladi. Birida qayta hisoblash uchun ish staji hujjatlari muhim, boshqasida esa ehtiyojmandlik, oilaviy holat yoki boshqa mezonlar muhim bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik shart, familiya o'zgargan ayollar. Ko'p ayollar turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan, lekin mehnat daftarchasi eski familiyada qolgan. Pensiya tayinlangan paytda bu masala hal qilingandek tuyuladi, ammo keyinchalik qayta hisoblash. Arxivdan ma'lumot olish yoki hujjatni solishtirishda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunday hujjatlarni yo'qotmaslik nusxasini alohida papkada saqlash kerak. 4-nozik jihat, arxiv hujjatlari. Sovet davrida yoki 1990-yillarda ishlagan ko'p odamlarning ish joylari yopilgan, nomi o'zgargan yoki arxivga topshirilgan, mehnat daftarchasida muhr bor, lekin ish haqi ma'lumoti yo'q. Ayrim yillar pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Agar pensioner men falon zavodda 10 yil ishlaganman, lekin pensiyam juda kam chiqdi desa, men birinchi navbatda arxiv ma'lumotlarini tekshirishni maslahat beraman. Chunki ba'zan bir necha yil staj yoki ish haqi tasdiqlansa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Odamning o'zi hujjat topishi yoki so'rov berishi kerak bo'ladi. 5-nozik jihat.
bank SMS va mobil ilova. Keksalar ko'pincha telefon raqamini almashtiradi, lekin bankka xabar bermaydi. Natijada SMS boshqa raqamga bormaydi. Karta bloklanishi yoki shubhali operatsiya haqida odam bilmay qolishi mumkin. Agar pensioner telefon ishlatmasa, farzandi yoki ishonchli yaqin odam yordam berishi kerak. Lekin karta PIN kodi va bank parolini hammaga berib yuborish ham xavfli. Men doim aytaman, yordam beradigan odam bo'lishi kerak. Lekin pul ustidan nazorat pensionerning o'zida yoki qonuniy vakilda qolishi kerak. 6-nozik jihat qarzdorlik va majburiy undirish masalalari. Ayrim hollarda sud qarori, aliment, kredit, kommunal qarz yoki boshqa ijro hujjatlari sababli bank hisobidan ma'lum miqdor ushlab qolinishi mumkin. Pensioner pensiyam kamayib qoldi deb o'ylaydi. Aslida esa hisobda undirish bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda bankdan hisob varaq ko'chirmasi majburiy ijro byurosidan ma'lumot va pensiya bo'limidan to'lov miqdori haqida tushuntirish olish kerak. Muammoni taxmin bilan emas, hujjat bilan aniqlash kerak. Birinchi qadam. Bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddatini ko'ring. PIN kodni eslay olishingizni tekshiring. Karta bloklay olishingizni tekshiring. Karta blokirma qiling. Agar muddat 2025 yilda tugasa, bankka oldindan boring. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, telefon raqamingiz va kerak bo'lsa pensiya tushadigan hisob ma'lumotlarini oling. Bank xodimidan yangi karta qachon tayyor bo'lishini, pensiya aynan qaysi hisobga tushishini va eski karta yopilganda pul bilan muammo bo'lmasligini so'rang. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tartibga soling. ID karta yoki pasport, JSHR nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, nogironlik bo'lsa tegishli ma'lumotnoma, boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa tegishli hujjatlar bir papkada tursin. Hujjatlarda ism sharif va tug'ilgan sana bir xil yozilganini tekshiring. Agar xato topsangiz, uni keyin ko'ramiz deb qoldirmang. Davlat xizmatlari markazi FHDga yoki tegishli idoraga borib, qanday tartibda tuzatish kiritilishini aniqlang. Uchinchi qadam, pensiya bo'limidan ma'lumot oling. Men hammaga har yili bir marta o'z pensiya miqdori, hisoblash asosi va to'lov holatini tekshirtirishni maslahat beraman. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya masalalari bilan shug'ullanuvchi bo'limga murojaat qilishingiz mumkin. Savolni aniq bering. Mening pensiyam qaysi asosda hisoblangan? To'lovda uzilish yo'qmi? Qayta hisoblash uchun qo'shimcha hujjat kerak emasmi? Tizimda shaxsiy ma'lumotlarim to'g'rimi? Og'zaki gap bilan cheklanib qolmasdan, zarur bo'lsa yozma murojaat qiling. 4-qadam, ish staji va arxiv hujjatlarini tekshiring. Agar pensiyangiz juda kam deb o'ylasangiz yoki mehnat faoliyatingizning bir qismi hisobga olinmagan bo'lishi mumkin deb gumon qilsangiz, eski ish joylaringiz ro'yxatini tuzing. Qaysi yillarda, qaysi korxonada, qaysi lavozimda ishlagansiz, taxminan qancha oylik olgansiz, shuni yozib chiqing. Mehnat daftarchasi, buyruq nusxasi, ish haqi ma'lumotnomasi, arxiv javobi kabi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxivga so'rov beriladi. Bu ish vaqt oladi. Shuning uchun 2025 yilning oxirgi oygacha kutish noto'g'ri. 5-qadam, ishonchnomalarni yangilang. Agar pensiyani farzandingiz, turmush o'rtog'ingiz yoki boshqa odam olib berayotgan bo'lsa, notarial ishonchnomaning muddatini tekshiring. Unda aynan qanday vakolatlar yozilganiga e'tibor bering. Bankdan pul olish, hujjat topshirish, murojaat qilish, ma'lumotnoma olish kabi vakolatlar aniq bo'lishi kerak. Juda umumiy yozilgan yoki muddati o'tgan hujjat bilan muammo chiqishi mumkin. Agar pensioner yura olmasa, notariusni uyga chaqirish imkoniyatlari bor yo'qligini aniqlash kerak. 6-qadam, yashash manzilini yangilang. Agar siz boshqa mahallaga, boshqa tumanga yoki boshqa viloyatga ko'chgan bo'lsangiz, doimiy yoki vaqtincha ro'yxat masalasini tekshiring. Pensiya qaysi hudud orqali yuritilayotgani, bank filiali qayerda ekanini bilib oling. Ayniqsa yolg'iz pensioner farzandining uyga ko'chib borsa, eski manzilda qolgan ma'lumotlar keyinchalik xat, chaqiruv yoki tekshiruv kelganda muammo tug'diradi. 7-qadam, chet elga chiqishdan oldin maslahat oling. Agar 2025 yil oxirigacha yoki undan keyin uzoq muddatga chet elga ketmoqchi bo'lsangiz, pensiya to'lov qanday davom etishini oldindan aniqlang. Qaysi hujjat kerak bo'ladi? Bank kartasi chet elda ishlaydimi? Ishonchnoma berish kerakmi? Hayotlikni tasdiqlash talab qilinadimi? Bularni oldindan bilib oling. Aeroportga ketishdan bir kun oldin bunday masalani hal qilib bo'lmaydi. 8-qadam.
Bank hisobingizdagi harakatlarni tekshiring. Oxirgi 6 yoki 13 oy uchun bankdan ko'chirma oling yoki mobil ilovadan ko'ring. Pensiya har oy bir xil vaqtda tushyaptimi? Yechib olingan pullar sizga tanishmi? Ortiqcha komissiya yoki noma'lum yechimlar yo'qmi? Shuni tekshiring. Agar siz karta ishlatmasangiz, lekin hisobdan pul yechilgan bo'lsa, darhol bankka murojaat qiling. Pin kodni hech kimga aytmang. Kartani begona odam qo'liga bermang. Telefoningizga kelgan kodni hech kimga o'qib bermang. Bankdanman deb qo'ng'iroq qilgan odamga ishonib kod aytish pensionerlar orasida eng ko'p uchraydigan xavfli xatolardan biri. 9-qadam. Oilada mas'ul odamni belgilang. Har bir pensionerda hujjat masalasida yordam beradigan bitta ishonchli odam bo'lgani yaxshi. Bu odam pensiya miqdorini, karta muddatini, hujjatlar qayerda turganini, qaysi bank orqali to'lov kelishini bilishi kerak. Lekin bu nazorat degani emas, bu yordam degani. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan keksalarda bunday tartib bo'lmasa, muammo chiqqanda kim qayerga borishini hech kim bilmay qoladi. 10-qadam. Barcha murojaatlarni yozma iz bilan qiling. Agar pensiya bo'limiga, bankka, arxivga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilsangiz, ariza nusxasi qabul qilingan sana. Javob raqami yoki SMS xabarnomani saqlang. Keyin men borgan edim deyishdan ko'ra qo'lingizda hujjat bo'lgani kuchliroq. Agar javob kechiksa, aynan shu hujjat asosida qayta murojaat qilasiz. Birinchi vaziyat. Pensioner otaxonning pensiyasi 20 million ming so'm. U 2025 yil sentyabrda kartasi tugashini bilmaydi. Oktyabrda karta ishlamay qoladi. Yangi karta chiqarilguncha 10 kun o'tadi. Shu 10 kun ichida u doğrusini qarzga oladi. Bu yerda muammo pensiya yo'qolganda emas, tayyorgarlik bo'lmaganda. Agar u iyulda bankka borganda hech qanday uzilish sezilmasdi. Ikkinchi vaziyat. Ayol kishi 25 yil ishlab pensiyaga chiqqan. Lekin familiyasi 2 marta o'zgargan. Mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya, nikoh guvohnomasining nusxasi yo'q. Qayta hisoblash so'ralganda hujjat yetishmaydi. U arxivga, FDGga, pensiya bo'limiga qatnaydi. Bu ishni bir haftada bitirish qiyin. Shuning uchun men familiya o'zgargan barcha pensiyalarga hujjatlarni hozirdanoq tekshirishni maslahat beraman. 3-vaziyat. Farzand onasining pensiyasini ishonchnoma bilan olib yuradi. Ishonchnoma muddati tugagan, lekin hech kim e'tibor bermagan. Bank pul bermaydi, ona yura olmaydi, notariusni uyga chaqirish kerak bo'ladi. Vaqt ketadi. Agar muddat oldindan tekshirganda bu muammo chiqmasdi. 4-vaziyat. Pensioner chet elga farzandiga 8 oyga ketadi. Kartasi O'zbekistonda qoladi. Pin kodni qarindoshiga aytadi. Keyin hisobda tushunarsiz yechimlar paydo bo'ladi. Isbotlash qiyin. Chunki pin kod o'z ixtiyori bilan berilgan. Men bunday holatda doim qonuniy ishonchnoma, bank bilan rasmiy maslahat va xavfsiz to'lov tartibini tanlashni tavsiya qilaman. 2025 yil oxirigacha pensionerlar eng avvalo bank kartasi muddatini, shaxsiy hujjatlarini, yashash manzilini, ishonchnomani, ish staji va arxiv hujjatlarini, bank hisobidagi harakatlarni tekshirishi kerak. Bu ishlar oddiy ko'rinadi, lekin aynan shu oddiy narsalar pensiya kechikishi, to'lov to'xtashi yoki qayta hisoblash cho'zilishining oldini oladi. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Pensiya masalasida eng katta himoya bu tartibli hujjat, rasmiy murojaat va oldindan tekshiruvdir. Agar siz pensioner bo'lsangiz, bugunoq kartangizga, pasportingizga va hujjatlar papkangizga qarang. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering, lekin barcha ishni qonuniy va tushunarli qiling. Izohlarda yozing. Sizda pensiya kechikishi, karta muddati tugashi yoki hujjat bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men bu yerda pensionerlar, oilalar va oddiy fuqarolar pulini yo'qotmasligi uchun eng muhim amaliy ma'lumotlarni tushuntirib boraman.